Menga tashingchi. Tashingchi menga. Bo'ldi, men to'g'riladim. Tashingchi. Qani? Premierlar deb haligi chempionatini o'tkazamiz bu yerga. 10 kun marafon bo'ladi. Og'izga berish marafonini qilamiz bolalar. Kecha kuni ko'ryapman, top streamerlar deb haligi notanish bilan it tanimaydigan odamlar top streamer bo'lib ketdi. Jalab qanaqadir bolalar tanimayman haligilarni jalab. Top streamerlar ekan ular jalab. Brat, protokol lockdown o'yinini o'ynang. Ha, hozir shu. Ujet qilyapman, u mir qaysi tarafga qarab ketyapsiz. Top streamerga necha jalab, top streamer. Shu top streamerlar Yakuza, Abuser, MC Milan, haligi indamay streamda kallasini bunday qilib o'tiradigan emasda ular. Content beradigan odamlar. Shular top streamer deganmiz. Deb qo'yibdi. Haligi bolani o'zi notaniz, Mirshohmi, Shohmi. Bilmayman, biladi. Mir kak biladi. Mir kak tak biladi. Yana bilad bitta qizlar ham bor ekan. U qizlar tanaganim ham yo'q keyin o'zi u qizlar qayerda stream qiladi, Twitch'dami, Telegramda. Odam tanish shart emas, biz kontent beryapmiz odamlarga. Oy, blядь. Bilaman ular. Telegramda ham bo'ladi nimaga? Oy, blядь. Tamam. Oy bля! Oy bля! Ma gap testine ama. Al qaraylar. Hozir o'ynaymiz. Ma gapni qaraylar. Og'ziga beraman bolalar. 10 kun marafon. Senator comeback naqshi. 10 kun marafon. Кому интересно, скажите мне. Oramizda kimga qizig'i bor? Aytingchi. Kimga qizig'i hozir? Haligi notanish bilan it tanimaydigan odamlar top streamer bo'lib ketdi. Jalab. Bu it tanimaydigan streamerlar ekanmish. It tanimaydigan streamerlarda hozir men sizlarga ko'rsataman. It tanimaydigan streamerlar deyapti-yu, qani? It tanimaydigan streamerlar, nihuya. It tanimaydigan streamerlar bor ekan bizda mana. Bu odamni hech kim mana. Mana. 5 ga 5 deyishyaptini hech kim tanimaydi Abuser'da. Bu opan 50 mingta endi qiz bola. Qiz bola, tipa qizarroq bo'ladi qiz bola bilan deb chaqirganmiz. Kiberkakletka. Tipa haligimniki zavoznoy odam. Ashuning uchun chaqirganmiz. Federalni ham hech kim tanimaydi. Federal. Bitta solishtiramizda hozir. Bitta solishtiramiz shu joyga. Instagramlarda bitta solishtiramiz, bo'ldi. U YouTube o'yini men uchun to'g'risi. Instagramda gapirsin. Hech kim tanimaydi deyapti mana. Bu odam opa qiz bola endi u. Qiziq bo'ladi odamlarga deb chaqiryapmiz. MC Milanni ham hech kim tanimaydi. Bola Mirzaoz, yangi streamer. Muhassikda ham Instagram normal auditoriyasi bor. Romakani ham hech kim tanimaydi O'zbekistonda. Hech kim tanimaydi Romakani. Aka-uka Zafar degan. Hech kim tanimaydi. Yakuzani hech kim tanimaydi. Yakuzani. Hech kim tanimaydi. Tushunyapsizlarmi? Jalab qanaqadir deb haligi notanish bilan it tanimaydigan odamlar top streamer bo'lib ketdi. Jalab. Hech kim tanimaydi. Qaranglar, voy, it tanimaydi. Voy, bitta bu akani taniydi hamma. Bitta bu aka pizdes. 1 million подписчиков, 500 ta max online top streamer. Hech kim tanimaydi. Keling, Instagramlarni solishtiramizmi? Bilasizmi, streamga istoriya qo'ymayapman.
Bugun streamda anaqasini story qo'ymabman. Hech kim tanimaydi, on qaranglar bizni. Voy meni go'shigaski. Alo. Ha. Ayam tilon qilib oldim. Baqiryapsan deb. On qaranglar. Voy 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 voy. Voy mana shunaqa harakat qilyapsiz. Billa чисто o'zbek mentalitet. Mana men sizlarga gapiraman, чисто haligi. Ko'tini ochib yuborsam bo'ladi-da bu odamni. Ko'tini ochib yubora olmayman. Ko'tini ochib yuborib birov hurmat qilmaydigan qilib berman, ishoninglar. Yo'g'i bor menda. Bu odam o'zini hali bitta joyda turadigan odami bilan mana shunaqa narsa qilsa, endi tushunib berasizlar. Men ko'tini ochib yubora olmayman bu odamni. U hype deydi-yu, bu hype qiladi hozir. Biz hype qilmaymiz, chunki bu gapiryapti birinchi. Ko'tini ochib yubora olmayman, ishoninglar. Yibban jallab. Quy yetkibdi-yu. Dalbayevlar. Men hali yosh katta deb hurmat qilganman bu odamni. Qo'tag'imni ham hurmat qilmadi. Yibandi. Detski suka. Hali yoshi 30 da, lekin понятки detskida suka jalab. Buni hech kim hurmat qilmaydi-da Andijonda. Hech kim hurmat qilmaydi. Mana men gapiraman. Men ham hurmat qilmadim, prosta hop deb qo'yganman. Hali yosh kattaligi uchun, yoshini nisbatan. Hali odamning ko'ziga qarab katta ko'rinmadi. Endi bu Gandon mana gapirami? Harakat qilayotgan odamni bu yiban hozir asudit qilmoqchi bo'lyapti. Bu odam haligi yomonlamoqchi bo'lyaptimi? Harakat qilayotgan odamni, tushunyapsizmi? Nimadirga intilayotgan odamni bu bunday qilib o'tiradigan odam, bunday qilib o'tiradigan odam, hech nima O'zbekistonga hech qanaqa kontent bermaydigan odam. Harakat qilayotgan odamni qandayga u haligi yomonlash mumkin, ha? Tero ashuncha gapirib qo'ydim, birinchi bu gapiryapti. Agar bu urush qiladigan bo'lsa-chi hozir, urush qiladigan bo'lsa, bitta men emas, mana mashincha odam qarshi chiqadi. Bu men emas bitta. Bu yerda bitta men gapirilmayapman-da, prosta meni kontentligim uchun meniki alam qilyapti hozir. Federal ikkovimiz qilganligimiz uchun meniki alam qilyapti, tushunyapsizmi? Bu Gandon uyda o'tirib olib to'xta hech nima qilmayapti-yu. Yibanjalab. Yo qo'yetda bu dalbayob jalab o'zidan ketgani. Yibanuti jalab. O'z yibanligini deb gaplashmay qo'ydim. Yibanda chistik 30 ga kirganmiz, ammo paniyatga 15 da. Qani men o'zdan-o'z gapni eshitdinglar, yomon alam qilyapti mo gapi. Meni harakat qilayotgan narsamga bu to'xta o'tirib olib. Yo, hozir so'kib o'tiribman. Dobry początek. Prosta oldin birga gaplashardi. Hozir namorat so'kib o'tiribman u amda. Bitta razjallab. U to'xta biz harakat qilgan narsaga gapirgan gapini qarang, so'skani. Bu qora am. Skaman naxu bu qorindi. Ko'z jallab. Videoni ko'rsating. Xullas. Kechagi anaqamiz qilganimizni bu Gandon jallab. Musbet so'sga yomonlabdi-da. O'zingga qo'ttag'im. Chempionatini o'tkazamiz bu. U narsa menikida, u narsa tushunyapsizlar? Men bu amni oshiqcha gapirmayotgandim. Bu amni haqida eslamayotgandim ham. Hali hype demasin deb. Ko'tiga sikaman bu amni. Vali yoshi katta bo'lsa bu to'xta
Emdiraveraman xullas, ishoninglar bu isqirt. Chestingga qo'ttag'im. Yibanjalar. Og'zingga qo'ttag'im, sen o'zingni odamman deb o'ylaysanmi? It tanimaydigan odamlar top streamer bo'lib ketdi. Jalab Millionta odamga to'xtat, o'tirgan odamini qaranglar. Jala 500 ta, 700 ta millionta odamga. Jala, qo'ysenchi. Qani bir ambit olsang. To'xtating, seni xotining sikaman degan menchalik bo'ladi. Seni xotining sikaman degan. Sen qo'lingda ishdimi kelmagan? Sen mujikmisan? Seni gaplaringni kimdir hali odam o'rnida qabul qilamiz so'zga. Sen men harakat qilayotgan narsaga sen shunaqa gaplar gapirsang. Ambashara Xuddi seni xotiningni sikaman degan menchalik meni yoshimdagi odam. Sen nimadir gapira olmaysanmi hozir O'zbekistonga chiqib olib? To'xta, seni gaping gap emas. Sen odam emassan, bu sen hurmat qilmaydi birov. Dalbayob jala. Sen yoshing katta bo'lib turmasang, men harakat qilayotgan narsani yomonlab chiqsang. Qo'y, Soska. Gandon. Pider. Shuncha odamni hozir yomonlayapti-da bu isqirt. Skama Telegramini topaman. U men qilayotgan narsa-da, men bilan federal qilyapti bu narsani. Bu kelib turib yomonlab ketar ekan. Gandon. Dobry początek. Sen nima deyapsan? Gandon, sen men qilgan harakatdimi? Biz harakat qilsak, sen o'zingni streamingda o'tirib olib hype qilasanmi? Pidarras jalab. Seni katta deb turib hurmatingni joyiga qo'yib gapirganman. Sen pizdes ekansan u so'zga. Sen Andijonda yo'q, O'zbekistonda eng zo'riman. Hali pizdesman deb o'ylaysanmi? Dalbayob. Millionta obunachingga o'zi 1000 ta onlayn o'tirsa. Qo'ysenchi, jalab, seni gaping gapmi? Jalab, biladi. G'ar. Men cho'chimayman, men bunaqa kattami, kichikmi? Qizig'i yo'q menga. Katta bo'lsa odamlar bor. Menga hali qanday bir последний itti keyingi oyog'i bo'lganimda hozir aka to'g'ri gapiryapti deb o'tirardim. Просто hurmatini joyiga qo'yganman, bu hurmatini bilmaydi ekan bu inson. Hurmat nimaligini bilmaydi ekan bu inson. Tushunyapsizmi? Yomonam qilyapti hozir men harakat qilayotgan narsam bu. Ayom bo'lmasa. Ammo streamda o'tirib gaplashib olaydi. bu yibanmi mo qaranglar, vizitni och desam mo qaranglar. Jalab jinnimi bu, bilan yosh bolami bu? Buni bilat birov gapirmadi-yu, mana yaqinda ham uka deb normalniy gapirib uka deb gaplashib, bu jinnimi, nima bunaqa agressiya qilyapti bu o'zi. Nonim degan bo'lsam jalab boshqa streamerlarda aytdim. Top streamerda Instagramga qo'yganiga bu terrorni streamini ko'rib gapirmadim men. Instagramda o'sha Mirzo Shoh degani chiqib top streamer deb yozganiga gapirdim men jalab. Tanimaydigan odamlar bor deb. Top streamer bo'pti deb. Kuyapsizlarmi jalab, qanday odam bilan 5000 ta odam bilan bu bilan jinnimi bu bilan? Qattiq bunaqa jalab agressiya bilan bunda bilan qildim bilan. Vizitni och desam ochmayapti jalab. Yosh bola emassan uka jalab. Даже kanaliga podpisiya qilib o'tirganman. Jalab bratishkani jalab qanday? Qanaqa qilib bunaqa darajada agressiya bilan yo'q joydan Fochalar. Voy suka. Oybek aka tanga bilan gaplashasan deyapti. O nimani gaplashaman? Nimani gaplashaman? Jin bu. Uka deyapman yana. Uka vizitni och, uka gap so'z ko'payadi, vizitni och. Nima qilasan bunaqa gap? O'zi yaqinda jalab 15 ga o'tirib chiqdik dahqo ishlar bilan. Jinnimi bu ro'zani kunida? Ya vaxuyeyu bilat. Voy suka. Jalab jinnimi bu? Nasrinani buzib jalab. Ya bu jalab yet qilaman. Bu qattan bilaman bu terror ularda yig'ib nima deyapti, meni mehnatim bu narsalar. Qattan bilaman jalab seni yiqqaningni uka uladi.
ko'rgan bo'lsam Instagramda ko'rib gapirdim jalab. O bilat. Jinnimi bu? Bakalım bile. Estağfurullah. Oybek aka tanga bilan gaplashasan. Jinim terrorda jalab mana yaqinda ham uka, keling kezga o'ynaymiz. Yaqinda ham gaplashib yurgan bola edi jalab. Reklama diyordu, reklama la berganini bratishkaga jalab. Nima jalab deyman, bunda qattiq bunaqa agressiya. Endi bilat qochyapti mana gaplashaylik desam, tushuntirib qo'yay desam jalab. Dilda suyagi yo'q, bilaman jalab. Bilib kerak emas-da, Duqqa bermayman, bratishkani jolli bolayu, bratishkamdan ham kichkina bolayu. Bu jalab bilan nimani urishadi, yosh bolayu. Urushni yetar maqsadim yo'q, bratishka bilan. Bu просто o'ziga olib shekilida, men jalab buni qattan bilaman buni. Именно jalab bu bilat, mehnat qilganini, boshqa qilganini. Yo'q, yibanashga, abito jalab yiban. Fakt jalab, tanimaydigan kamp streamerlar daxoyasi 10 mingta obunachisi yo'q. Qattan top streamer bo'ladi. Yiban. Mayli qo'yishini mana shu terror bordir, taniydi ancha muncha odam. Eng qizig'i jalab hammasi deganim yo'q edi. Tanimaydigan streamerlar ham bor dedi. O federal bor masalan taniydigan. Men qolganini aytayapman jalab, qolganini tushunyapsizlarmi? Bu yerda biladi. Mana hozir aytaman sizlarga. Bu qattan bilaman jalab buni keyin bu yiqqanini, boshqa qilganini. Bola bor. Mashin. Albatta aslamda ham rasmi bor, boshqa bor, lekin bu yerdagi bolalar boshqa. Shuni gapirildi, boshqa gap gapirilmadi. Jinnimi u? Oybek aka bilan, Oybek aka tanga bilan gaplashasiz deyapti. Sizga ham Oybek akani gaplashib nima qilaman? Uka, o'rtada o'zimiz hal qiladigan ish u. Oybek aka nima kerak bor? Oybek akani yo boshqa akani gaplashadigan gap yo'q u. Meni birov bilan gaplashadigan gap bratishka jalab, men shuncha gapingdan keyin ham ko'rdim so'kinganingni, shunchadan keyin ham senga yaxshi gapiryapman. Uka, yo'q, hozir endi sen ham noto'g'ri tushungandirsan. Ichkanga qara, uka, qochib nima qilasan endi hozir gapirib qo'yib. Yaxshimi endi shuncha odam bo'ldi urush janjal qilib yurish. Bitta joydanmiz jalab, tembol yoki yo'li bitta joyda osh yegan, ovqat yegan joyimiz bor. Bu вообще u odamlarda oldi ham bu bilat odamlar uchun biz просто urushganimiz bu hype deyapsan, uka biz bilat tovuq emasmiz u joylar bir-birimiz bilan urushib ba'zi odamlarga shou bo'lib beradigan. Yaqinda urushib 15 tutga o'tirib sudimiy bo'lib chiqdi. Uka hozir yana urushadigan bo'lsa yana apchirib bitaradi. Hozir yo'q uka, sen aytayotgan narsa urush, janjal qiladigan zamon emas. Vahvi. Jalab men bratishkani umuman kutmadim jalab. Bashi kutmadim bor u jalab bratishka jalab. Qanaqa qilib jalab buni qilish mumkin jalab? Ya vahvi, bor jalab qanaqa ichidan buncha kiryapsiz? Endi yo'q mana jalab. Qana shu bolani top beringlar, bolalar kim bor, oshog'anisi bormi? Top beringlar shu bolani menga shunday telefon qilsang gaplashaylik. Aktiv 1 million obunachisiga 1000 ta odam o'tiribdi deyapti. Uka, men aktiv uchun bir stream qilayotganim yo'q, normalniy daj stream qilayotganim yo'q. Uka, men bilat stream qilgan paytimda 5000 6000 onlayn bo'lgan. Uje charchaydi odam, 5 yildan beri, 6 yildan beri stabillik eta olmaydi. Odamlar ham zerikadi 6 yilga odam. Keyin men ham uje oldingidaqa stream qilmay qo'yganman. Oldingidaqa streamim yo'q, men oldingidaqa kontent qilmayman yo boshqa qilmayman. Prosta kiraman, turnir o'ynayman, bo'ldi uka. Men agar kontent qilsam aktivim yana qaytadi, bo'ladi. Men aktiv uchun hozir harakat qilmayapman. Ya vah, xuya chichib qo'ydingmi deb dalba yo'q, nimaga chichadi?
miyeni ishlat, jinni nima deb pichadi, bilat jinni. Oybega tanga kelmaydi, Oybek tanga kelmaydi ya bilat. Qani bir lichka pichkasini ham berib qo'ymabsan-da. Gaplashadi. Telefon ham bundan telefon. Nomeri yo'q nima telefon. Telefon ishga. Yo'q, telefon yo'q ekan. Yo'q. Rustam nomeri bor ekan, sherigi bor edi Rustam. Ukam deb biladi, ukam deb siz deb gapirardim, birinchi. Siz deb. Ortadan gapir. Kuladi uka, u biladi. Tema bo'ladi naborot. Men masalan siz qachon tushunmaganman jalab. Libo pay tushunganman-ku. Bu problem bo'lsa yozavering undan ko'ra. Aka, manaqa deb. Naborot aka kontentlar qilsangiz, mana masalan birorta svyaz bo'lmasa, uka aka deb yozsangiz, menda Libo deb svyaz bor. Chaqirib bera olaman, uyushtirib bera olaman. Bolalarim qo'shib bera olaman masalan kontentga biznes qilib. Plus raz men bo'lsa chaqirsangiz, undan ko'ra biznes qilib beraman dazi, bilat. No name'lardan ko'ra jalab. Qilish kerak, biznes qilish kerak. Bunaqa kontentlarni. Biznes masalan Aslam yoki o'zida masalan gold streamerlar bo'ladi-yu, masalan Fezot, mana Fezot tortib bera olaman masalan. Biznes odamlar tortib video stream qilsangiz, ana ashina effekti 100 ga 100 bo'ladi. Sekin bo'ladi. Birinchi marta qildik-ku shuni. Endi ular haligindaqa hali kibrlanamikin deb turib, Fezotlar chaqirmadi, lekin Aslamni ham chaqirdi, "Aman kiraman" deydi. Keyin uxlab qolishdi. Aslamni o'zi ashlaqa ideya qilyapti. Aslam aka birga qilaylik shunaqa ishlar deyapti o'zi menga. Toshkentga borganimda o'zi Aslamdan chiqyapti bunaqa fikrlar aka. Bir chaqiraman, hamma old streamerlar bitta stream qilamiz, biznes qilib deydi. Xuddi shunaqa temani aytdi. Undan ko'ra qilmoqchi bo'lsa chaqirsangiz, men hammasi bilan seviyazim bor-da, o'zlar bilan. Chaqirib bera olaman, yo'q demaydi masalan. Aka kelingman deb bir ikki og'iz gaplashaylik desa. Bo'lmay ukamenda. Bo'ldi aka. Xo'p. O'zingiz aytib qiling uka. Streamdan keyin yana bir gaplashamiz aka. Xo'p, uka gaplashamiz.